Abdulla Oripov 1941-yilda 21-martida Qashqadaryo viloyati Koson tumanida Nukus qishlog'ida dunyoga keldi. 1958-yilda o'rta maktabni oltin medal bilan tamomlagan Abdulla Oripov Toshkent Milliy universitetining jurnalistika fakultetida o'qishga kirib, uni ham 1963-yilda imtiyozli diplom bilan yakunladi. Yosh gvardiya G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at jurnalida muharrir, Sharq yulduzi jurnalida adabiy xodim bo'lim mudiri, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida adabiy maslahatchi, mas'ul kotib, Toshkent davlat viloyatida bo'lim mas'ul kotibi, Gulxan jurnalida muharrir, 1996-yilda O'zbekiston uyushmasi raisi, ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasi mualliflik huquqlarini himoya qilish davlat agentligi raisi lavozimida faoliyat yuritgan. Abdulla Oripov O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasini matn muallifi ekani bilan ham xotiralarda saqlanib qoladi. U Navro'z va Mustaqillik bayramlarini o'tkazish ssenariysida muallifidir. Shoir va jamoa arbobi, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov Tilla baliqcha, Men nechun sevaman O'zbekistonning she'riy to'plamlari yoshligida nashr qilindi. Mitti yulduz